Salom, hammaga salom. Bugun Kamjatang oshxonada bo'lamiz. Ko'rib turgan stullar hammasi ketadi. Xon taxtalar, so'rilar hammasi ketadi. Mikrofonga ham ketadi. Bu yurishni istadigan moslama maxsus. Bu vitrinalik xolodilnik buni olib ketishadi. Bu ya xolodilnik, bu axlat. Tashlavoramiz. Bu oshxona. Bu suv apparat bu ham tashlanadi. Akaxon kitanayapti ichkarida, bu ham tashlanadi. Bu plastmassa hammasi to'g'rilar tashlanadi. Xullas hammasi ketadi. Mana ko'rib turgan hamma narsalar buziladi. Mana buzilgan holati. Bu do'konda egasi bilan gaplashdim. 1.100.000 mingga arendada o'tirgan ekan. 2.200.000 qilib 100% ko'tarib arendaning narxini. Turmayman, kerak emas, qoplamaydi deb oshxonani bo'shatibdi. Er-xotin ishlatishardi ekan, endi ko'ryapsiz ahvolni. Kimdir zaharlanib o'lmaganiga ham qo'yadi oshxonada. Xullas tamom, ish tugadi.